Bugun sizlar bilan Koreyadagi maktabni bitiruv kechasiga boramiz. Aslida bu videoni ertaroq qo'yishim kerak edi. Videoni yasashga erindim. Xullas bitta bitiruvchilarning hammasi gul olarkan, biz ham gul olib, bitiruv bo'ladigan zalga kirdik. Hamma bitiruvchilar bir xil kiyimda edi va bular menimcha 4 ta sinfda. Boshlanishini shunaqa orkestr bilan boshlab, shuna jonli musiqalar chalishdi. Undan keyin birma-bir diplomlarni tarqatishni boshlashdi. Diplomlarni maktab direktori berdi. Shuna qilib bu bitiruv kechasi 2-3 soat davom etdi va oxirida ustozlari har bittasi alohida video qilib bitiruvchilarni tabriklashdi. Keyin o'zlarini yil davomida tushgan rasmlardan video tayyorlab o'zlariga qo'yib berishdi. Shundan keyin bitiruv kechasi tugadi. Oxirida hamma o'rtoqlari bir-birlari bilan rasmga tushar ekan, ungacha men maktablari menga juda ham qiziq bo'lgani uchun hamma joyiga borib aynalib chiqdim. Shu bilan bu video tugadi. Menga obuna bo'lib qo'yish eslangdan chiqmasin.